Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Türkistan bilan Bayınğolun strategik şeriklik münasibati o'rnatdi. Алдыңғы hafta Qozog'istonning Turkiston oblasti bilan ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonning Bayınğolun oblasti o'rtasida strategik sheriklik munosabati o'rnatilgan. Qozog'iston xalqaro agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistonning Bayınğolun oblastining muavin oblast boshlig'i Judayong boshchiligidagi bir hay'at aldınғы hafta Qozog'istonning Turkiston oblastiga ziyoratga berib, oblast boshlig'i Kushirov Nuralxon bilan ko'rishgan. Ve iki taraf bu jarayonda do'st shahar kelishimi imzolagan. Kushirov Nuralxon uchrashishda Xitoy bilan Qozog'istonning iqtisodiy munosabatini maqtab, Turkiston oblastida Xitoy mablag' solgan 5 cho'ng turning ro'yobga chiqqanligini, umumiy summasining 125 million dollardan oshadiganligini, shuning bilan birga qimmati 607 million dollar bo'lgan yangi turning ilgari surilayotganligini, bu Sharq Turkistondagi 270 million dollar qimmatidagi to'qimachilik mahsulotlari sohasini o'z ichiga oladiganligini qayd qilgan. Ikki taraf yana 40 necha shirkat korxonaning qatnashishi bilan yezi egilik, qurilish, sanoat, yosimichilik qatorliq sohalardagi hamkorlik to'g'risida maxsus suhbat yig'ini o'tkazgan va shundaqli sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi uyushtirgan. Xitoy yaqinqi yillar mobaynida Turkiston Cumhuriyatlari bilan bo'lgan turli aloqalarni kengaytirish orqali bu davlatlardagi ta'sir kuchini zo'raytirayotgan bo'lib, bir tarafdan iqtisodiy, siyosiy manfaatga erishsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga, ovozlarni o'chirishga urinmoqda. Do'st shahar munosabati o'rnatish bu vositalardan biri hisoblandi. Bu yil 6-oyda Qozog'istonda o'tkazilgan 2-navbatlik Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inida Urumchi shahri bilan O'zbekistonning Samarqand shahri do'st shahar munosabati o'rnatgan edi. 1985-yildan hozirga qadar Sharq Turkistondagi har qaysi shaharlar bilan do'st shahar munosabati o'rnatgan chet el shaharlari 50 dan ko'p bo'lib, buning ichida faqat Urumchi shahrining 12 davlatdagi 14 shahar bilan do'st shahar munosabati bor ekan. Trump İsrailiya lobbisining Amerika parlamentidagi ta'sirining ojizligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Washingtondagi İsrailiya lobbisining parlamentdagi ta'sirining ojizligidan hayron qolganligini, o'zi tava Cumhuriyetchilar partiyasi ichidami ko'z qarash jihatda avlodlar aro o'zgarish yuz berganligini bildirdi. Trump oldingi juma Daily Caller gazetining ziyoratini qabul qilgan bo'lib, bu suhbat dushanba kuni e'lon qilindi. U suhbatda parlamentdagi İsrailiyaga bo'lgan qo'llashning 20 yil ilgariga selishtirganda tarixda qolgan bir ishga aylanganligini bildirdi. Trump shuni aniq ayta olmaymanki, Israiliya men parlamentda ko'rgan eng kuchli lobbi edi. U har qanday shaxs, shirkat, organ yoki shtatning lobbisidan qudratli edi. Ammo bugungi kunda ularning undaq kuchli lobbisi qolmadi. Bu haqiqatan ishongusiz bir ish, dedi. Trump o'tmishda Israiliya haqida tanqidiy so'z qilishning siyosiy hayotni xavfga yettiradiganligini, lekin Demokratlar partiyasidan parlament a'zosi Aleksandriya Ocasio-Cortez va uning ilg'or ittifoqdoshlaridek siyosiy yo'llarning bu vaziyatni o'zgartganligini so'zlariga ilova qildi. U yana Israiliya men ko'rgan eng qudratli lobbi edi. Ular parlamentni butunlay kontrol qiladi. Ammo hozir undaq emas. Buni ko'rib sal hayron qoldim, dedi. Bu bayonlar Pew tadqiqot markazining mart oyidagi ro'y sinash natijasini e'lon qilgandan keyin o'tirg'a chiqqan. Ro'y sinashda quramiga yetgan amerikaliklarning 53%ning Israiliyaga salbiy pozitsiyada ekanligi o'tirg'a chiqqan edi. Bu nisbat 2022-yili 42% edi. 50 yoshdan tuvan Cumhuriyetchilar partiyasidagilar orasida salbiy ko'z qarashliklarning nisbati o'xshash mazgilda 35% dan 50% ga yetgan. Trump o'zining prezidentlik mazgilida Ironga qarshi hujumga ruxsat qilish va Quddusni Israiliyaning poytaxti deb e'tirof qilish qatorliq ishlar bilan Israiliyaning kuchli himoyachisi bo'lganligini ta'kidladi. Lekin u Israiliyaning G'azzadagi vayronchilik sababidan xalqarodagi obraziga og'ir ziyon yetganligini, shundaqla jamoat fikri jangida mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. Putin urushning mas'uliyatini Ukrainaga döngidi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina krizisining 2014-yili Kiyevda yuz bergan G'arb qudratqo'li qilgan davlat o'zgarishi tufaylidan kelib chiqqanligini, G'arbning Ukrainani Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga qabul qilishga urinishining jiddiychilikni texmo keskinlashtirayotganligini aytib, urushning mas'uliyatini Ukrainaga to'ngidi. Putin Xitoyning Tianjin shahrida o'tkazilgan 25-navbatlik Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'inida bu to'g'riliq so'z qilib, Ukrainadagi NATOga a'zo bo'lishga qarshi turgan siyosiy rahbarlikning 2014-yildan keyin huquqidan elib tashlanganligini, G'arbning Ukrainani ittifoqqa kirgizish harakatining Rossiyaning bexatarligiga bevosita tahdid elib kelganligini aytgan. U yana Rossiyaning Ukraina krizisini uzun muddatlik va imkoniyatlik sijil hal qilish chorasi ustida izlanayotganligini, bu hal qilish chorasining krizisning tub yiltizini hal qilishni maqsad qilishi kerakligini bildirgan. Putin yana Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'inidagi so'zida oldingi oyda Amerika prezidenti Donald Trump bilan Alyaskada o'tkazgan boshliqlar yig'inida hosil qilgan kelishimlarning Ukrainada tinchlikka yo'l ochadiganligini qayd qilib o'tgan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bo'lsa, yakshanba kuni bu urushni xohlaydigan birdan-bir taraf Rossiya. Shunga biz besim ishiltishni davomlashtiramiz degan edi. Zelenskiy silliq nutqida Moskvani xalqaroning urush to'xtatish chaqiriqlariga quloq solmay, urushni qasddan uzartishga urinish bilan ayblagan edi va hozirgi Xitoy ziyoratida Putin javobgarlikdan qaytishga yana bir qatim urinib boqdi. Bu uning eng yaxshi biladigan o'yini degan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.